Assalomu alaykum, ahli guruh, omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana bugun 12-dekabr. Biz mana setlardamiz. Mana shu qizni 5-10 minutdan beri kuzatib turibman. Mana shu bizni uzumlarni hozir mana toifadan qarab bundan ham yaxshisini topolmadi. Bu dastlabki uchun magazindan tayyorlayapti. Magazinning ishchisi bu. Yaqin 10 minut ichida 1 kiloga yaqin uzumni tanlab ololmadi-da. Mana bizning Husayn bu toifa uzum ahvoli juda chatoq, ko'ryapsizlar. Xaridor qarar ekanda endi sifatga уже sololmadi. Endi ana u nimaga o'tdi? Mersga. Merslarni o'tgan safar ham ko'rsatdim, ancha ahvoli yaxshi. Bular kачество yaxshi mana. Ashlar ancha yaxshi bo'lib qoldi, lekin mana undan ololmadim. С этого не могли найти, да, нормального? Ну, да. Понятно. Kachество. Topolmadim deyapti, yaxshisin. Endi nima qilamiz? Mana qaranglar uzumlarni. Mana shulardan bizda o'sha uzumlar shirin, mazaligi o'ta mazalik. Lekin bunday bo'lib turgandan keyin mana 339 rubldan ketaverar ekan muskatda. Ularni mana 219 rubldan bo'ladi. Lekin bizda mana u nima ham hozir Mercedes narxi deyarli 300 rubldan. Shunchalik qoladi. Bunda ham bor tekda. Barcha shirin mazali narsalar tushadi bu. Lekin kachество yaxshi bo'lgandan keyin mana 300 rubldan ham sotilyapti. Mana shulardan kerak bo'lsa qimmat sotilyapti-da. O'tgan safar ham ko'rsatganman bu to'g'risida. Qaranglar, mana shu uzumdan topib paketiga sololmadi-da. Bular hammasi Rossiyada mana. Shuni qanday o'tgan safar juda ko'p variantlarni ko'rsatdik. Samanday qilib qadoqlab, hali hisoblik kilonkalarga solib o'tkazsa, uzumlarni qaranglar holatini. Shuning uchun sifat deyapmiz-da. Bu yoqda aldov bilan kelgandan keyin bebarakatlik bo'ladi-da. Bu yerda ziyon qiladi-da savdogarlar. Keyin o'ylanib yuraveradi. Hali bozorda aybdor qilamiz, hali u yerda aybdor qilamiz, hali dehqonda, hali brokerda, hali savdogarga tashlaymiz, hali valyutchida aybdor qilamiz, lekin itogi bebarakatlik aldov bo'lgandan keyin, aldov bilan yuk urilgandan keyin oxiri kelib qayerda qaramang baribir o'sha minusga ketaveradi. Bundan chiqib ketish yo'li halollik, to'g'rilik bilan sifat aldamasdan chiroyli qilib urgan bo'lsak, o'sha chet ellardan mana shunday yuklar keladi, aldamay urishyapti, mana chiroyli bo'lib turibdi, lavkalarda chiroyli bo'lib sotilyapti-ku. Mana hammasi bir xilda mana olyapti. Mana kachестволari qaranglar, juda chiroyli. Mana holatlar. Ularman bor. Yemay qo'ygan yo'q, yeyishyapti, olishyapti. Faqat sifatini ber deyapti, sifatlisini ber deyapti-da. Mana. Endi o'sha xurmolarni ham ko'rsatadigan bo'lsak, mana qaranglar. Bizning xurmolarning holatini. Bunga ham har xilda chidasa bo'ladi. Lekin bu turishda tursa kamchilik oladi-da buni. Mana ularda mana Ozarbayjonda turmasi farqi bormi? Bor. Shunaqa gaplar, shunaqa ma'lumotlar aytib qo'yish bizdan, xullosa o'zlaringizdan akalar, ukalar, eng muhimi bekorga sifat deyilmayapti. Bekorga gapirilmayapti. Shundan xulosa chiqaraylik deyapti. O'zimizni oyog'imizga o'zimiz bol turishni bas qilaylik deyapti. Mana bunday qilib chiroyli olib kelaylik deyapti. Chiroyli pulga sotaylik deyapti-da. Sifat deyotganimiz mana shundan iborat bo'lyapti. Avvalo hammamizga mana shu bo'layotgan ishlarni to'g'ri tushunishni, to'g'ri xulosa chiqarishda, ulardan bir insofli bo'lishdi. Haq yo'lda halol bilan harom majratib ishlashlikni, qonunlarga bo'ysunishdi, el yurtni hurmat qilishdi, islohotga labbay deb javob berishdi. Qalbimizga Alloh o'zi solsin, haq yo'ldan adashtirmasin. Bir-birimizni haqqa chorlaylik akalar, ukalar, to'g'ri yo'lga chorlaylik.
bu qilinayotgan ishlar, bu aldovlar oqibat baribir salbiy ishlarga, yomonlikqa, ziyonga olib kelishini anglab yetaylik, tushunchamizni to'g'rilaylik, o'z ustimizda ishlaylik. Ana o'shanda islohot bo'ladi. Ana o'shanda ana shunday mollar bizdan ham keladi. Ko'zni quvontiradigan. Salomat bo'linglar.